Ko'p tarmoqli Almix kompaniyasi birlamchi alyumindan fasad uchun profillar va termoprofillarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Almix kompaniyasi, kelajakni birga quramiz. Gap yo'q triosiga minnatdorchiligimizni bildiramiz va davom etamiz azizlar. Gap yo'q triosi umuman o'zgacha uslub sohibi, boshqalarga o'xshamaydi. Shuning uchun ham ularning muxlislari talaygina. Hozir biz sizlar bilan bir-biriga o'xshaydigan narsalar to'g'risida gaplashib o'tamiz. Ya'ni barcha narsa qaysidir tomoni bilan bir-biriga o'xshab ketadi. Sizlarning diqqatinglarni hozir ekranga qaratishinglarni so'rab qolaman. Demak, shulardan bir nechtasini ko'rib o'tamiz. Dastlab Dan xodimlarining body kameralari deputatlarga o'xshaydi. Bor, lekin ishlaganini hali ko'rganimiz yo'q. Internetga umuman kirmaydigan qizlar dinozavrlarga o'xshaydi. Qirilib ketishgan. Ayrim doktorlarga ishlar tushgan, to'g'rimi? Doktorlar massaj kreslosiga o'xshaydi. Pul tiqmaguncha ishlamaydi. Igor Sergeyev tepgan to'p kam ta'minlanganlarga ajratilgan pulga o'xshaydi. Qatga ketganini hech kim bilmaydi. Kimdir qatgadir ketdimi u, yetib bordimi u manziliga? Qani u pul o'zi? Hech kim uni bilmaydi, o'rtoqlar. Xo'p. Uyimizdagi gaz mantiqasqonga o'xshaydi. O'zimizdan ko'ra ko'proq qo'shnilarga beramiz. Banklardan imtiyozli kredit olish. Uringanmisizlar banklardan imtiyozli kredit olishga? Bu ajdarxoni tegidan tuxumini olishga o'xshaydi. Birinchidan unaqa bank yo'q, ikkinchidan unaqa kredit ham yo'q. Keyingisi fen xotinga o'xshaydi. Shang'illashi yoqmaydi, lekin isitadi, to'g'rimi akalar? Radardan kelgan xat o'ynashdan kelgan SMS ga o'xshaydi. Birinchidan qimmat, ikkinchidan juda ham xavfli. Mashinalarni rasmga olib gayiga jo'natadigan bratlar. Bu ham foydali-da, o'rtoqlar. Bu xatyabi sut beradi-da. To'g'risida endi. Korrupsiyaga qarshi kurashish baliq ovlashga o'xshaydi azizlar. Kichkinalarini tutish mumkin, lekin kattasi qarmog'ingizni sindirib yuboradi. TikTok Pampersga o'xshaydi. Kichkinaligida Pampersga qilgan ishini hozir katta bolalar unda qilib yuribdi. UzAvto Supermenga o'xshaydi. Ikkalasini ham yengib bo'lmaydi. UzAvtoni avtomobillari. Bularda o'xshashi yo'q. Bular yagona, bular bir dona, bular bitta bular. Lekin akalarimiz shuni majbur minib yuribdi-da. Bizda hozircha shu, davom etamiz azizlar. Hozirgi sahna ko'rinishimiz biroz nostandart, hayotda kamdan kam kuzatiladigan holat. Tasavvur qilasiz, qaynota hamda kuyov sahnasi. Odatda kuyovlarni qaynota bu joyda restoran yoki diskotekalarda ko'rib qolishi mumkin. Bizda esa mutlaqo teskarisi, qaynotani kuyov ko'rib qoladi. Marhamat. Jonim. Ana Olmazor City'dagi balkoni bor uyimga bormaymiz endi. Nimaga? Endi sog'am tushib qoldi-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Devona kafega xush kelibsizlar. Nimaga devona? Endi qarang, oshpazlar devona. Afsantlar vobshe tentak. Xo'jayinni gapirmasa ham bo'ladi, lekin yangi ham qichishtoykan ekan, lekin aka.
Nima zakaz berasizlar? Yoz. Xo'p. Birinchisiga Aha. aroq. Yo. Ikkinchisiga aroq. Aha. Мне кальян, пожалуйста. Qichday konnanmi? Uchinchisiga aroq. Men qarang, mas'ul qolasizmi deyman-da. Ishim bo'lmasin. Aha, qarashib. Bo'ldi, hammasini yes qilaman, ha. Xo'p, ey. Zakuskaga ishtima kerak emasmi, mabodo? Bo'ldi, kerak zakuskaga 3 ta aroq aytdim-ku. Aha. Yoniga yana kichkina aroq. Ha, chekushgacha. Tersushga. Bo'ldi, yes qilamiz. Hey! Ha. Aroq esdan chiqmasin. Tezlashtiringlar. Bo'ldi. Bolalar, toqqa ham $1000. $1000dan yetadi. Men toqqa $100 yetadi. $100. Menda pul yo'q, unaqa $1000. $1000 qatdan olaman. Pul topdim. Pul bor. Tagiga kirib ketib qolsiz-ku, ha? Ko'rmay qolman. Uzr. U meni biznes hamkorim. Biznes hamkorim. Ot biznesi bilan shug'ullanishingizni bilmagan ekan. Ey! U meni biznes hamkorim. 1,5 milliard shartnoma ustida ish ketyapti hozir. Hamkorim rossiyskiy dadajon. Ey! Qanaqa rossiyskiy yangi yo'ldan. Hamkor. Ha, gap yo'q, kechpayt 12da diskotekada hamkorlik. Shartnoma ham davtra bo'lsa kerak, dada. Meni hamkorim, постоянный hamkorim. Постоянный hamkor. Endi bu sosteniyga постоянный hamkorlar to'g'ri keladi, dadajon. Meni ikkita qaynonam bor. Ikkisi ham mehribon. Biri menga qiz bergan, ikkinchisi nima berakin? Shirmaynon. Халильчик, кто это? О, Халильчик, чик. Красавчик. Qizlarni ajali. Endi bu sharoitgachi ikkita sham kerak. Nimaga sham? Endi bekor ekanman deb ushlab turaman-da. Ikkita shag'amni hozir ushlab balo bormi? Bitta fransuskiy vino shokoladi bilan hamda keyin bitta romantik musiqa. Dadajon, o'ynashingizchi yomon ekan. U meni просто hamkorim. Hamkor, ha. Gapni aylantirmang, Ikkita erkak o'ynayapsizlarmi? Kalyanchan olib kelin. Kalyaningga seni. Dadajon, endi bu joyini bitta tarixga zarvaraqlariga muhrlab qo'ymasak. Kerak emas. Qanaqa? Kerak emas. To'xting. Kalyanda olib qo'yaylik. Nabiralaringiz ko'rsa yana bobom aynib ketibdi deb o'ylamasin. Qani. Kerak emas. Ana. O'chiring-ku, o'chiring. Bu telefondan hech nima o'chmaydi. Telefon sotilishi mumkin. Voy terpila. Telefon nech pul? Telefon o'zi $100 ichidagi ma'lumot $1000 da. Ey, ma, sotib olaman. Rahmat dadajon. Yaxshi o'tiringlar. Mazza qilib o'tiringlar. Халильчик, я сейчас приду. Qizingiz dadam ish orqaga ketdi dedi. Hamma ish orqaga ketgan ekanda, Lekin endi menda pul bor. Bolalar bilan tog'da mazza qilib dam olamiz. Iloji bo'lsa, qanaqa iloji yo'q, uni. Nima degan?